Bu butun o'yindagi, balki hatto mavsumdagi eng hal qiluvchi penalti. Agar u adashsa, jamoasi darhol chiqib ketadi. Hech qanday ikkinchi imkoniyat yo'q. Butun mas'uliyat uning yelkasida va u buni juda yaxshi tushunadi. Stadion qaynayapti. Raqib jamoa muxlislari xushtak chalmoqda, baqirmoqda. Qo'llarini silkitib, zarba beruvchini chalg'itish va oxirgi lahzada ikkilanishga majbur qilish uchun hamma narsani qilmoqda. Shovqin quloqni qomatga keltiradi. Uning atrofida esa jamoadoshlari nafasini ichida yutgan. Ba'zilari hatto qarashga jur'at eta olmaydi. Boshqalari esa umid bilan to'pga tikilgan. Hamma unga ishonadi. Bu shunchaki zarba emas. Bu tarixga kirishi mumkin bo'lgan lahza. Hakam yana bir bor darvozabonga yaqinlashadi. Uning chiziqdagi joylashuvini tekshiradi